Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Men Hamrayeva Noila Qutbiddinova, Zarafshon shahar 8-maktab kimyo fani o'qituvchisiman. Men bugun sizga O'tkir Hoshimovning Ikki eshik arasi romanini tavsiya qilmoqchiman. Bu asarda Ikkinchi jahon urushi davridagi insonlarning hayoti, ularning taqdiri tasvirlangan. Asardagi qahramonlar urushning qiyinchiliklarini yelkasida ko'targan, fidokorona mehnat qilgan shaxslardir. Muallif inson umrini ikki eshik orasiga qiyoslab, tug'ilish va o'lim orasidagi hayot yo'lini tasvirlaydi. Asardagi qahramonlar xususan Oqsoqol, Qora amma, Robiya, Shomurod, Kimsan kabi obrazlar matonat, iroda, jasorat bilan hayot to'siqlarini yengib o'tadilar. Asarda inson qadr-qimmati, vatanparvarlik, sadoqat va mehr-muhabbat kabi tuyg'ular ulug'lanadi. Urush davridagi qiyinchiliklarga qaramay, insonlarning orasidagi mehr-oqibat, matonat romanda yorqin aks ettirilgan. Bu asarni o'qish orqali inson o'z hayotiga, insonlarning hayotiga, atrofdagi insonlar hayotiga nazari o'zgaradi. Bu asarni o'qish orqali qalbingizda hayotga shukronalik hissi paydo bo'ladi. Bu kitobni albatta o'qib ko'rishni tavsiya qilaman.